Assalomu alaykum, Gold Clinker kuzatib boruvchilari, sizlarga uy sharoitida fasadni plita biznesini topib qo'ydim. Xudo xolasa, xuddi shunaqangi qoliplarimizdan sotib olasizlar. Juda ham sifatli bo'lgan rezinali qoliplarimiz. Shu qolipni sotib olasiz, uy sharoitida oilaviy biznes qilsa bo'ladi. Xuddi shunaqangi plitalarimizdan ishlab chiqarsa bo'ladi. Buni sotuvi juda ham zo'r. O'chit sotiladi, xudo xolasa 400 xildan oshiq ranglarimiz bor. Uni xuddi shunaqangi plita chiqarishni o'rgatib qo'yamiz o'zimiz. Mana kelasizlar 3 kundan 10 kungadir yotoq sharoitlar bor. Kelib o'rganmoqchi bo'lgan akalarimizga ko'rishlaringiz mumkin. 27 xildan oshiq turlari bor qoliplarimizni va 400 xildan oshiq ranglari bor toshlarda. Xuddi shu hamma ranglarni o'rgatib qo'yamiz. Endi buni quyilish jarayonidan ko'rsatib o'taman. Bu quyilish jarayoni mana xuddi shunaqangi rastorlar tayyorlanadi. Xuddi shuni ichiga quyishadi. Ichiga quyadi, urib xuddi shunaqangi sushurkaga olib kelib qo'yiladi. Bular tayyor bo'lgan xona, kecha quyilgan xona. Mana chiqqan mahsulotlar. Xudo xolasa. Juda ham go'zal. Bular so'qillar. Xuddi shunaqangi sushurka tayyorlanadi. Shunda ishlab chiqarsa bo'ladi. Buni quyish juda ham oson. Mana shu rastorlarni qolipini solamiz. Urib olib kirib qo'yiladi. Bu tarafda esa fasadlari. Xuddi shunaqangi quyiladi. Bu 2 slov bo'ladi. Birinchi slovni olib kelib qo'yiladi bu. Keyin ikkinchi slov qo'yiladi. Keyin xuddi shunaqangi fasadni plitalarimiz tayyor bo'ladi mana. Duv svet. Buni tayyor bo'lgan joylari. Tayyor bo'lgan mahsulotlarimiz, xudo xolasa, hammasi zakas buni. Kimda kim qiziqsa aloqaga chiqinglar, nomer qoldiramiz. Bu biznesni o'rgatib qo'yamiz.